Assalomu alaykum hammaga. Polvon Foods YouTube kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan 20 yoshdan oshgan hamma insonni yoshligiga qaytaramiz. Farqi yo'q, 50 yosh bo'lsin, 40 yosh bo'lsin, primerno shu maktab davrlariga birgalikda qaytamiz do'stlar. Ya'ni o'sha chap-chap nonni ichiga mana bu assortiment salatlar bo'ladi-yu, shunaqa oldidan o'tsanglar hidi dimog'inglarni urib yoradigan. O'sha salatlardan solib, o'sha maktab paytida yegan narsamizni birgalikda tayyorlaymiz. Faqat oddiy emas, ikki xil variantda tayyorlaymiz. Bittasi o'sha oddiy bizda maktab paytida pulimiz kam paytda yegani, bittasi bo'lsa premium variantini tayyorlaymiz. Har xil qimmat salatlardan qo'shib tayyorlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziq bo'lishi aniq. Hop do'stlar, bizga birinchi o'rinda non kerak bo'ladi. Non bo'lganda ham aynan mana shunaqa chapchat non bo'ladi. Assalomu alaykum aka, xormay yaxshimisiz? Bizga 2 dona non solib berasiz. Faqat don bog'idan chiroylisidan solib bering. Biz salatli non yeganmisiz? Siz ham mana yoshingiz katta ekan. Yeganmiz. Ha. Xuddi o'shanaqa nondan yasatamiz. Hozir bizga necha puldan endi bu nonlar? 5000 so'mdan. Bo'ldi. Mana 5000 so'm. 10 aka, mana rahmat kattakon, bozoringiz bersin siz. Ketdik. Mana do'stlar, nonimizni olib Nigor opam oldiga keldik. Assalomu alaykum Nigor opa, xormay yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Hozir biz Yunusobod Universal dehqon bozoridamiz. Nigor opam mana salatlarning assortimentini ko'rib turibsizlar. Xohlagan turlardan bor. Bu yoqda qorin, baliqli salatlar, to'li salatdan bormi? Yo'q, to'lisi men o'shatvordim buni. Pentuzda markabchalarning turlari, tuzlamalar deysizlarmi? Hamda qizilchalar, baqlajondan salatlar ko'raman. Qo'ziqorindan salatlar assortiment bomba. Hozir endi opa sizga shu yana bitta iltimosimiz bor. Mana shu nondan ikkiga bo'lamiz bittasini. Bittasini o'sha arzon variantini qilib berasiz. Bittasiga premium salatlardan, qimmat salatlardan bosib solib berasiz bo'lsa. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Nonni chiroyli qilib kesib olamiz. Yaxshi chiroyli non olibsizlar. Birinchi bo'lib 10 millik buterbrotimizni tayyorlaymiz. 10 millik buterbrotimiz ichiga funchoza salati, markavcha va karom marinovini solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Salatlarimiz juda ham chiroyli va mazali. Yegan odam maza qilib yeydi, xudo xolisa. Modring soklardan sovaramiz. Endi bismillahirrohmanirrohim deb ikkinchi premium salatimizni tayyorlashga o'tamiz. Premium salatimizga xudo xolisa yaxshilab tayyorlangan, yaxshilab qaynatilgan, hamma talablarga javob beradigan qorin salat, baqlajon salat va qo'ziqorin salatdan tayyorlashga harakat qilamiz iloji boricha. Juda ham chiroyli salatlarimiz ham svejiy, ham mazali, maza qilib yeysizlar xudo xolisa. Bemalol keverasizlar. Unga ham albatta soklaridan solib, sochni qilib, studentskiy buterbrod tayyorlaymiz. Juda ham chiroyli va juda ham ishtaha ochar chiqdi. Mana do'stlar, ikki xil variantdagi salatli nonimizni tayyorlab oldik. Nigor opa, sizga kattakon rahmat. Agarda sizlarga mana shunaqa assortimentdagi har xil salatlar kerak bo'lsa, nomerligi mana ekranda chiqdi. Telefon qilsanglar bo'ladi yoki-da Universal bozor kelganda Nigor opamni bemalol salat qatoridan topib olsanglar bo'ladi. Men bo'lsa mana buni tezroq yeyishga oshiq qolman. Mashinaga chiqib endi xotirjam maza qilib buni yeymiz ketdik. Do'stlar, mana xotirjam joylashib oldik. Bu yoqda o'sha 50 millik variant, ya'ni premium varianti. Bu yoqda bo'lsa atiga 10 ming so'mlik varianti. Bu 10 ming so'mlikdan chiqayotgan hidni qanday sizlarga kamera orqali tasvirlab bera olsam, sizlarga yetkaza olsam do'stlar, juda ham mazali hid chiqyapti. Даже mana bu 50 ming so'mlik salat ham endi bu prosta sizlarga ko'rsatish uchun qildim, lekin aynan legendarnisi mana bu variant bo'ladi. O'sha hammamiz yegan variantimiz shu. Qani bismillah. Bay. Do'stlar, bu salatli non umumiy hisobda bizga 12,5 ming so'mga tushdi. Sizlarning maktab davringlarda bu salatli non nech pul bo'lgan va aynan qayerdan sotib olardinglar? Va bilaman aniq, juda ham ko'pchilik aynan shu salatchi opani ismini ham biladi. Shu opani ismini ham yozib qoldiringlar do'stlar. Endi mana premium klass qaranglar turishini, ustida qo'ziqorin, ichida qorin go'shtlari, degan gap bo'lishi mumkin emas. Mana mana shu turishi bizga 52,5 ming so'mga tushdi. Arziydimi, yo'qmi izohlarda uni ham yozib qoldiringlar, lekin buni ham o'ziga yarasha mazasi bor, o'ziga yarasha gashti bor. Bizda hali juda ham ko'p planlar bor. Sizlarga zo'r kontentlarni berishni rejalashtirib qo'yganmiz. Shuning uchun Polvon Foodsga obuna bo'lib qo'yish, esingizdan chiqib qolmasin, videoga like bosinglar, ko'proq odam ko'rishga sizlar sababchi bo'lgan bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar.